Ma, rahmat. Adasi, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Indinga onamlarnikida iftorliydi. Ham adamlarni ham 60 yillik yubileylar edi. Xo'p. Har yeri quruq qo'l bilan boraman. Shunga bir tog'ora shashlik olib bera olasizmi? Bilaman, hozir sharoitimiz yo'q, pulingiz ham kam. Bir safar amallab bering. Har safar quruq qo'l bilan boraman. Bu yil ham bir amallab tur. Xo'p. Yo'llarimga termulib oynadan qarab, sochlaringni ataylab men uchun tarab, ostonadan kelar chog'im tabassum bilan, ko'nglimni tog'day ko'tar holimni so'rab, ey kel bag'rimga kel, bag'rim yonsin taftingdan, ishq daryosida suvlar ichay kaftingdan, pichirlab isming so'ylab, kun bo'yi seni o'ylab, mana oxir oqibat shoir bo'ldim dastingdan, ey dastingdan. Ko'zlar aro chaqnasa chaqinlar shu payt, ishqimizdan bitilsa ajib go'zal bayt, yuragingda bor dardingu bor mehring bilan, bir umrga bir o'zimga keraksiz deb ay. Menga qara, telefonim qolib ketma. Mashit ekan-ku. Ishq daryosida suvlar ichay kaftingdan, pichirlab isming so'ylab, kun bo'yi seni o'ylab, mana oxir oqibat shoir bo'ldim dastingdan, ey dastingdan. Assalomu alaykum adasi. Yaxshi Va alaykum keldingizmi? assalom. Rahmat. Ovqat tayyorliymi? Yo'q. Charchadim, uxlayman. Yumilib chiqay. Mendan pul bekitadigan odatlari yo'q edi-yu. Pullari bo'p turib bermadilar-ya. Shu puldan olsam, otam uchun ololman. Somsaqa bo'lsa ham ko'rgani boraman. Bekitib pul yig'ayotganlari, telefondagi begona SMSlar, hammasi o'sha qiz uchun ekan-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qatga? Adamlarnikiga. Bugun bormasam bo'lmaydi. Bu yil bahona qila olmayman. Yur, birga boramiz. Faqat uyingda ko'p qolib ketmaymiz. Voqliroq chiqamiz. Uyga qaytayotganda bitta joyga kiramiz. Hop. Xo'p, adasi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Kelmaysiz deb o'ylagandim bugun. Voy, kenayimni ham olib kelibsiz o'zingiz bilan. Siz aytgan tovar keldi. Aksiyaga tushdi. Mana sizlarni buyurtmanglar, kassaga borsanglar, pulini to'lab olib ketaverasizlar. Rahmat. O'tgan yil tug'ilgan kuningda olib bera olmagandim. Bu yil ham olib bera olmayman deb qo'rquvdim. Shuning uchun Ramazonda sovg'a qilay deb pul yig'otdim. Ramazonni ham boshqa bayramlardan nima kam joyi bor, to'g'rimi? Men bo'lsam siz haqingizda noto'g'ri xayolga borib yuribman. Kechiring otajonisa. Xuddi shunaqasidan xohlagandim. Arzimasa ham
Shunaqasini orzu qilgan eding-ku, to'g'rimi? Ba'zi erkaklar xiyonatni emas, niyatlarini yashiradi. O'z orzularini chetga surib, oilasining orzulari bilan yashaydi. To'g'ri, ba'zan yetkaza olmaydi. Lekin aynan o'sha paytda yonida turgan ayollardan uning o'zi rozi bo'lsin.